Diyarbek, bu to'sinlar o'zingizdan chiqqanmisiz 80 million ketibdi-da bundan tashqari. Yo'q, barhamchi yarmisi o'zimizdan chiqqan. Yarmi sotib olingan. O'shanda 80 million ketgan. 80 million va'da. Agar polni olganda 100 million ketib 100 qolishi. million, jichchagam 100 million va'da bo'lib qoladi. 5,5 metr eni Diyarbek. 5,5 metr barhamchi. Bo'yi-chi? Bo'yi 3,5 metr. 4 metr qilsa 4 ham metr qilsa yana ham zo'r bo'ladi. yarroq bo'ladi-da. Balandroq bo'ladi, yaxshi bo'ladi. To'g'ri. Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib kelyapti turgan aka-ukalar. Barchangizga bugungi kun xayrli, barakotli o'tsin. Akalar, bu videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rib turinglar. Bugun sizlar uchun maxsus video bo'ladi. Video boshidan like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Inshaalloh Chorvaga yangi kirib kelyapti turgan akalarimizga mana shu qo'yxonani o'tgan safar chiqaruvdi ko'rgan bo'lsanglar, mana do'stimizdan batafsil ma'lumotini yetkazib o'tamiz. Diyarbek, assalomu alaykum, charchamang. Zugab turibsizmi? Charchamaymiz. Ahvollaringiz yaxshimi? Charchamang. Yo'ldingizmi? Xudo xolasa mana qo'yxonamiz endi baydi proyektini noldan shu obunachilarga ulashasiz. O'tgan safar sizdan ozgina ma'lumot olib chiqaruvdik. Endi ko'pchilik yozishdi kommentariyaga, aniq ma'lumotni aytib, o'zlari bilan video qilib bering deganlar uchun talablarga binoan sizni chaqirdim. Noldan oxirigacha qancha ketgan, to'sin, turba, hamma yo'g'icha puligacha da xolasa aytib o'tamiz, a? Xolasa mana ko'rib turibsizlar, zamonaviy qo'yxona quraman degan akalarimizga taklif qilib qolamiz akalar, ko'rib turibsizlar. Hamma joyi kelishgan holatda chiroyli qilib bitkizib qo'yishgan ekan. Buni videoda boshlayveramiz, a Diyarbek? Hop, Diyarbek, boshlayveramiz. Yo'qsam, birinchi mana misol mashhurani qurish uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Joyigami? Endi joyiga birinchi o'rinda sifatli chiqish kerak barabar. Sifatli. Biroq qo'yam to'sa, qo'yam chiroyli ko'rinadi. Sifat bo'lish kerak hamma joyda. Hamma joyda sifat. Qurollar barhamcha, buni o'g'ram bor-ku, o'ta arzon qulay tushgan. Arzon qulay. Ha, misol mana barhamcha mana shu shunda kuyilgan mana shu birar semen kuyilgan. Semen kuyilib tekis bo'lgan. Pishganishda mana 4 qator urib chiqqanmiz. Pishganishdan urilgan. 4 qator urib chiqqanmiz, bag'i mana strafildan ikkita shuni bolkaga qotirib qo'yganmiz bo'ldi mana. Hop, Diyarbek, yo'qsam, misol hozir ko'rishyapti obunachilar ham noldan misol joylari bor akalarimizga noldan o'rganamiz. Hop, uzunligini aytaylik birinchi, mana shu uzunligi 40 metr. Uzunligi 40 metr mana akalar. Mana shu yerdan, mana shu eshikdan hop, mana shu tomongacha 40 metr. 40 metr barhamcha. Hop, enigachi, mana shu enini ham aytib keting. Eniga 5 metr shekilli barhamcha, 5 metr shunaqa. 5 metrdan oshiqroqman shunaqa. 5 metrdan 5,5 metr deylik, ha? 5,5 metr. 5 metr ya, 5,5 metr. 5,5 metr deylik. Hop, 40 ga 5,5 ga joylashgan ekan qo'ramiz. Hop, balandligichi Diyarbek? Balandligi 3,5 metr. 3,5 metr. Sal balandroq qilsa ham bo'laveradi. Iloji boricha 4 metr qilsa ham bo'laveradi. 4 metr yorug'roq bo'ladi. To'g'ri keldi, 3,5 metr qildi. 3,5 metr ham degan. Balanddan emas, past emas, o'rta holda. O'rta holda. O'z aslida balandroq bo'lsa, zo'r bo'ladi. Havo ham aylangani zo'r. Effekti yaxshi. Effekti yaxshi. Qo'ylar ham xotirjam turadi. Shabada, adamada kirib chiqaveradi ham. Kirib chiqqani oson. Kirib chiqqani oson. Hop, Diyarbek, nechta qo'raga mujilli, nechta baramja 3 ta qo'raga bo'lganmiz. O'zi aslida 3 ta boksdan bo'lingan bey. 4 ta qo'ra bo'lingan, hozir 3 ta qo'ra boksdan iborat mana. Yangi bitgani uchun hali remont qilganimiz yo'q ichini. Mana maylarga ham mana profildan chiroyli qilib eshik qilamiz. Endi hali yog'ochdan qilib qo'yilgan, vaqtinchalikka. Vaqtinchalikka mana yog'ochdan qilib qo'ydik. Yog'ochdan qilib qo'yilsa, erta bahordan da xolasa bularni buzib, to'rxona chiroyli qilib bo'lib, to'rga bo'lasiz. Bo'lib qo'yamiz. To'rga bo'linadi. Mana akalar chiroyli qilib bitkizib qo'yilgan ekan. Mana yerda ancha joylar ham bor ekan. Hop, Diyarbek, yo'laklar ham kengina Bahramjon. Ichini necha metr? Ichini ham aytib ketaylik. 3,5 metr. 3,5 metr. 3,5 metr. Qo'y bemalol turaveradi. Bemalol. Baxillar 3 metr, 2,5 metr qilib qo'yapti-yu. Biz kengroq ketganmiz. Kengroq bemalol. Qo'chqar bahsa ham bo'laveradi. Qo'chqar sovliq, livoy qo'yga bo'laveradi. Bozorda qo'yi, o'sha yutib qo'yadigan qo'ylarimiz bor. Oldi sotib qo'ylar kelib turadi beyga. Oldi sotib qo'ylarga. Mana yo'lagichi? Yo'lagi Bahramjon 2 metr. Yo'lagi 2 metr. 2 metr. Xotirjam mana Bahramjon mana sloslarimiz turibdi mana. Mana yem bir qatordan pon yem turaveradi. Yo'lakdan ham xotirjam mashina sig'adi Bahramjon. Mashina sig'adi. Xotirjam mana. Akalar yem alashtirgani ham joy yaxshi, ancha keng bo'lsa, hali ishlagani ham yaxshi bo'lavergan-a. Keyin Bahramjon bitta aybimiz qolib ketgan, mashinedan o'rtadan bitta eshik ochmaganmiz. Eshigi yo'q hozir. 40 metr. Hop. Qo'ramiz, o'shanda 3 ta qo'ra hop 25 metrcha bor ekan-a? 25 metr mana. 25 metr. Aka saqdan chiqadi Bahramjon qo'y, aylanib. Mana aylanib to'g'ri. Saqdan chiqadi. Mana akalar o'shanga e'tibor berib ketaylar. Mana shu 3 ta qo'ra qilishgan ekan, oldidan bitta o'xir nima deydi?
ish qilib ketsalaring aylanib qolmaydi. Erta borga plan qilyapmiz. Menelarni, ichlarini remont qilib, melarni chiroyli qilib, qum sovuqlarni qilib, cho'tik qilib, chiroyli qilamiz. Shunda mejidan bitta eshik ochib ketamiz. Eshik ochib qo'yasiz. Eshik ochmasa hozir jicha qiyin bo'lyapti. Qiyin bo'lyapti. Nimaki beydagi qo'y narigi tomondan chiqishga to'g'ri kelib qolganda, to'g'rimi? To'g'ri. Agar obunachilarga aytyapman, oldidan ham bitta eshik qilib ketinglar. 1,5 metr eshik qo'yib ketish kerak. Ya u chekkadan, ya bu chekkadan. Qo'yib ketish kerak. Ketsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Hozir erta borib Dubayda remont qilib, tindirib boshqatdan video qilamiz. Boshqatdan video Endi qilamiz. bu yaqinda qurilgani uchun mana maylar mana o'zimiz mana qishloq sharoitida turistlar baylab Ko'rib qo'yganmiz. turibsizlar. Xudo xolasa endi erta bor chiroyli qilib, bayda montajini tindirib qilamiz. Lekin Diyorbek bitta gapda endi bunchalik qilib olishni o'zi oson emas, to'g'risi. Bunchalik qilib olish qiyin. Nimaki ekran ortida mana tomoshabinlar o'tiribdi. Akalarimizda hammasiga nasib qilsin mana qo'ylarda qo'y baqish. Xudo xolasa. Sizga ham endi savol, nechta qo'ydan boshlagansiz? Misol, siz ham yangi kirib kelgansizda, qo'y baqishchilaring ham chiqardi yaqinda. 4 yil bo'ldi kirib kelganmizga. Ikkita qo'ydan boshlaganmiz. Ikkita qo'ydan boshlab hozir mana oborotingizda 150 boshgacha. Shunaqa, 100 ta 150 ta. 150 bosh qo'ygacha yetdingiz. Chorvada baraka yaxshi yabadi qo'yda. Qo'yda baraka yaxshi. Misol biz ham Ravsiga baramcha molga ham jehib ketdik, planimiz o'zgarib qoldi. Endi baydan qo'yxona qoryapmiz. Aydi ham ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Baraka ancha ko'paygan, xudo xolasa mol bahmasdan bayda ham qo'yxona qo'yishga endi qaror qilamiz. To'g'ri. Salafonlarni ham to'sib qo'yibsiz, qish kunida mana. Salafonlarni ham cho't qilib ag'dan mixlangan. Mixlagan ham bo'lsa tekkisi mana qo'y misol baydan chiqarib ketyapmiz, qo'yib baqa mana. Yirtib ketmasligi uchun, ha, to'g'ri. Strapdan 3 qator tegib chiqqanmiz. Agar o'tga o'tib ketmasligi uchun to'sib qo'yishdi. O'tib ketmasligi uchun mana o'ta baquvvat. Yorbek kirallar ham qo'yib ketilgan ekan. Kirallar ham qo'yib ketilgan mana. Sharoit haqiqiy. Bitta, ikkita, uchta. Vaqtda ham bor ekan akalar. Maylarga baramcha misol qo'y taragani mana, taroqlar, asbob uskunalar turadigan joy. Taroqlar turadi mana, bayda baramcha mana. Baramcha, bayda ukordorlar turadi mana. Ukordorlar turadigan joy. Hamma ukordon bor mana, baramcha mana. Hamma ukordon bor. Birinchi o'rinda misol tartib intizom bo'lish kerak a. Shunaqa baramcha. To'g'ri mana. Alohida chiroyli qilib joyda qo'ysa. Sanjoq qilib, saralab qo'yishdi akalar. Yosh bolalarga ham bo'y yetmaydi. Xotirjon turaveradi. Ukoldori. Svitlarni ham ko'rib turibsizlar. Bir qator 1 2 3 4 5 ta tushgan. Hamma qo'raga bittadan. Kameralarga o'rnatib qo'ygan ekansiz mana. Akalar haqiqiy. Usullarni ham olib qo'yindi mana. Tekis. Mana bir xilda. Mana baramjon karabga ham qo'yganmiz-da, haligi hasha-pashaga osilmasligi uchun. To'g'ri, karabga ham qo'yib ketilgan ekan mana. Mashta usullarni ham qarang mana, bir xilda hammasi. Baribir pishgan ishdan sesma bo'yish kuylgan baramjon o'ta baquvvat bo'lgan. Pishgan ishdan qo'ygan. Fundamenti ham mustahkam o'rnagan ekanlar. Qonqishdan baramjon 3 million aqabaqa bo'ldi xolos mana shu. 3 million rasxod ko'p ketdi, lekin umrbodlik pishiq bo'ladi. 3 million, 4 millionga raznechsa bo'ldi-yu, xomqishdan lekin umrbodlik bo'ldi. Umrbodlik bo'ldi. O'ta zo'r bo'ldi, umrbodlik bo'ldi. Yorbek, mana bu joy o'tgan safar Xomtahmi aytib ketdim, qo'yib qo'ydi, yungin olgani deb talab qiluvdingiz. Razvedkalar qo'yilgan mana. Mashinka qilamiz-ku yozda, erta. Ha, qo'yjinni olgani. Mashinka bayda bitta bor mana razvedka, keyin bitta ayda razvedka bor. O'zimiz bozorga tayyorlagandi mana menga haligi qo'shabaylar qo'yjin olamiz. Qo'yjinni olgani bayda. Donozamiz bayda qo'y uylaymiz. Hamma joy adin bo'lgan ekan-a? Qo'y baq o'tkazmaslik uchun bunaqalar qo'yib qo'yamiz. Hamma baq videoga oladigan joymi? Ha, baqni videoga oladigan. Baqni ham keyinchalik ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir akalar bir boshdan ko'rsatib o'tiraylik. Hop, yo'lagi 2 metr dedingiz-a, jichagan. Yo, o'zi 2 metr dedingiz-a? Ha, 2 metr. 2 metr mana 40 metr bo'lgan ekan. Ponni Qur'oni ichi 25 metr ekan. Shunaqa, ha, 25 metr. Akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Endi shu molga ajratgan joyingizni ham bir ko'rsatib o'tib ketaylik, ponni. Lekin bega umuman pardoz mordoz qilmaganmiz. Yo'q, hali qo'yib ham qo'yilmagan. Mana shunda yer holatida turibdi ko'rib. Bega vaqtincha qo'yxona qilib qo'ydik bahram. Vaqtincha qo'yxona bo'lgan baya. Mana endi barini ham ko'rsating mana. Baramcha mana molga moslab mana seminal o'g'irlar ham qo'yib qo'yganmiz. Mana ko'rib. O'g'ir tepasidan kuyilsa bo'ldi endi. Oxir mana molga ham endi bayda mana baydachilar masalan 5 ta molga joy tashalgan ekan ekan. Xo'sh, yo'q, bahramjon, bayga 3 ta. 3 ta. Mana bayga 3 ta mana. Har bitta to'sin orasiga bittadan. Har bitta ustun orasiga bittadan. Qo'yga maslab qo'yib turib tishilgan bayda. O'zgarib qoldi. Endi bayda haramchi ikki tomonda ham qo'yxona qilamiz. Qo'yxona bo'ladi. Ikki tomonda ham qo'yxona qilamiz. Mol boqish endi qaror qilmadik mana. Bahramjon mana bayga ham xuddi shu formada pishganishdan bir 3 qator uramiz. Oxirga. Ba'zi buni profilda alinda qotiramiz, tayyor oxir. O'z bu ham tayyor ekan. Bag'ni ham tayyor qilinsa bo'ldi. Bag'ni yonini to'sda. Bag' ham qo'ra bo'ladi. O'rta yo'lak aqabaqa kirib. Baydan ham yo'lak qilib qo'ygan ekansiz, aqa chiqqani akalar. Ko'rib turibsizlar. Mayshigacha 40 metr qo'ramiz. 40 metr eshikgacha.
Diyorbek bitta tavsiyada endi siz bir tomonlama qilgan ekansiz, obunachilarda savol tug'ilishi mumkin. Mana yo'lakni bag'iga ham mashincha qo'shsa zo'r chiqsa kerak a qura. Ikki tomonlama bo'lsa. Ikki tomonlama qilsa zo'r bo'ladi-yu, jey ko'p ketadi. Jey ko'p ketadi-yu. Haqiqat uyda uylar 15 sotik, 20 sotik odam bo'lsa, jeyda muammo bo'lmasa, ikki tomonlama qilib yo'lakda o'rtadan shu forma qilib 2 metr bo'lsa, 1,5 metr ham kichkina. 2 metr bo'lsa, bitta labo mashina sig'adigan qilish kerak a. Aslida mashina sig'adigan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. 2 metr bo'lsa, yana ham 3,5 metr suriladi, lekin qo'yxona ikki tomonlama bo'lsa, zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Dehqonlar bo'ladi, qo'y boqadiganlar. Shunaqasi zo'r bo'ladi. Misol, ayda qo'y chiqarib kirgizmaydi. Ponni o'g'ri qilaverasizda. To'g'ri, ponni o'g'ri bo'laveradi akalar. Ko'rib turibsizlar. Haqiqiy hamma narsa o'nda bo'lagan ekan. Hop, Diyorbek bitta savol endi sizga. Endi obunachilarga ham qiziq bo'lsa kerak. Hop. Endi mana shu holatga olib kelib oldingiz buni. Azmuncha rasxodga ketmagan baribir. Shuni endi obunachilarga bir ulashsak, necha pulga bitdi? Tagidan to shunga quruq yerdan misol zaspga to'kildi dedingiz, nechta mashina ham bu zaspga ham juda ko'p etdi. Bahramjon tagini ko'tarildi dedingiz. Qo'yxona qurgan odam bor, tavsiya qilamanki, bel ko'tarsa, misol qo'yxonaning tagini ko'tarsin. Nima cho'kib ham ancha cho'kib qolgan ekan. Biz Bahramjon mashayiga mashidan nariga qo'y video qiladigan yo'lakgacha 35 ta, 36 ta zaspga ketdi, katta kamazda. 36 ta zaspga ketdi. Katta kamazda, qizil kamazda, sariq kamazda mashiga 36 ta ketdi. Xo'sh, beyda o'sha 0 dan oxirigacha bir 80 million, 90 million bag'ida ketdi. 90 million. 90 million. Hali shipiri bitmagan lekin. Shipiri bitmagan. Shipirni xom taxminan bir 3000 dollar bag'ida bitadi. O'shanda 120 million, 130 millionlar 120 million, shunaqalarga 30 million bilan bag'ida yana mana aytlar bu narsa qilaman deyapsiz. Misol yozda sovutish tizimlari, ventilyator o'rnatsangiz ham bo'laveradi. Xudo xohlasa, Bahramjon aytyapman, erta borib boshqadan tindirib video qilamiz. Qo'shimcha bo'ylagan. Plakatlarni yopishtirib, qo'ylarni rasmini hali qilib, xudo xohlasa, ventilyatorlarni qo'yib, sharoit tindirib qurib, xudo xohlasa boshqadan yana bitta video qilamiz. O'shanda hozir 80 million ketdi mana shu turishiga. Hozircha 80 million. O'zingizdan ham bu narsa chiqqanmi? Teraklar, to'sinlar chiqqani bormi? To'sinlar o'zimizdan chiqqan, Bahramjon, yarmisi o'zimizdan chiqqan. O'shanga ozroq ketibdi-da, agar monolarni Bahramjon, mashlarni 100 ming so'mdanmi olindi mashina. har bittasini 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan. Mash qotordagi Bahramjon, yo'lak qotordagi ponni sotib olingan. Bag'i 70 ga qo'yilgan ekan. O'zimiz dehqonchilik, yarmini olganmiz. O'shanda o'zi salkam 100 millionga to'xtab qolgan yog'ochni ham ponni sotib oladigan. Chakam 100 million bo'lib qoladi. Agar zamonaviy narsalar Bahramjon qimmat narsa-da, bu qarag'ay. To'g'ri. Bu Rossiyadan keladi ishlarda masalan. Yaxshi pishig'idan qo'yaverish kerak, umrvatlik bo'ladi. 2 yil, 3 yil oldin 120 mingdan olingandi. Bu o'ta pishiqda. Necha yil bo'ldi hozir bu ishga tushganiga bu qo'ra? 1 yil bo'lgan, yo'q. 1 yil bo'lgan yo'q. O'tgan yili o'sha qishda harakat qildik. Rozada-ya? Ha, Rozada o'sha 1 yil bo'lib qoldi o'zi pastda. Qatgan 1 yil bo'lib qoldi. 1 yil bo'lib qoldi. Hozir xohlasa remont qilamiz. necha bosh qo'yga mo'ljallangan bey? Beyga Bahramjon 80 ta bag'da sig'adi. Mashina o'zigami, ag'iminami? Mashina o'ziga 80 ta bag'da sig'adi. 80 bosh. Qo'zi qo'y bo'lsa 80 ta sig'averadi. Katta qo'y bo'lsa 70 ta bag'da sig'adi. 70 bosh. Ha, 70 bosh. Agar aniqlar ham misol haligi nima deydi? Oxir bo'ladigan bo'lsa 100 boshga ham mo'ljallangan ekan. Endi Bahramjon, hozir mana qo'yxona, molxonani aytyapsiz-ku? Molxonadan qo'yxona qilib 100 ta bemalol yotaveradi qo'y. 100 ta qo'yni o'z bag'riga sig'diraveradi. O'z bag'riga sig'diraveradi. Xotirjam sig'averadi. Manayda savol tug'ilyapti endi. Mana uni tagini nima tavsiya berasiz? Misol. Endi Bahramjon beyga bor-ku, misol mana biz tagi pastroq bo'lib qolgan, keyin turpoq tashladik. Ko'tariladi. Aslida turpoq tashab, shibin tashlash kerak ekan. O'shani men ham bir ikkita shibin tashlash kerak. Do'stlarimiz aytib o'tgan, shibin tashasa biz ham ashitcha alihibmiz. O'sha shibin tashalsa, xatolik o'tgan shey. Shaxtdan keyin shibin tez botib ketarganda, qo'y bir xil oyog'i tuyog'i kirishi mumkin deydi. Kirmaydi-yu, tez turpoq turgandan keyin yumshoq bo'ladi. Shibin tez kirib ketadi keyin, misol qo'yni siygandan keyin ham tortib ketishga, betida tura olmaydi-da. Tagi tortib ketadi. Tortib ketadi. Tagi qurib turadi. Sizni qo'yxona qurishda bitta xatoingiz shu bo'lgan ekan. Mashina bo'lgan endi biz buni to'kkanimizdan keyin bir kishi aytdi-da, shunaqa qilish kerak edi. Endi biz buni to'g'ri. Akalar, o'shanga e'tibor berib ketinglar mana. Buni ham yo'liga qo'yamiz. Ko'rib turibsizlar, mana shu tagiga shibin tashab turib, lekin slow deyapti-da, slow siydi, o'shaning uchun ham tagi ho'lroq. Ja, batqaq emas-u, ho'l. Misol, ja, batqaq emas, misol qurib bo'lmalarda. Uyib qolgan-da, to'g'rimi?
iliq bo'lsak, bir oy yetadi. Suv idishlari ham qo'yib ketilgan ekan. Suv idishlari ham mana. Oldin ekan suv idishi ham. Ha, mana olinadi. Mana haqiqiy zamonaviy qo'raqa mos. O'zmalari bular 20 ming so'mdan. 20 ming so'mdan. Bayga misol suvni hali ba'zi bir qo'ralarda ko'ryapmiz. Hali svarka qilib, hali temirdan qilib, uni suvini bo'lavergan, o'darishga qiynalgan, buni yaxshi ekan. Ertamorga sharoit tindirib baramja beydan deb turing, xudo xolosa. Beyjicha bir 10 million abag'ida meylarga remontga sarf qilamiz, undan keyin bitta tindirib video qilamiz. Tindirib video qilamiz. Hamma montajlarni ham, svitlarni ham, yo'lakka ham qo'yamiz. Yo'lakka ham yoritishlar qilyapti. Bu yo'lakka ham hech bo'lmaganda ikkita qo'yib qo'ysak, misol kechqurun kelgan odamlar ham qo'ydi, xotirjam ko'raveradi mana edi. Hozir mash stilda qo'ra quradigan akalarimizga tavsiya berasiz. Tavsiya qilamiz. Mash stilda qilsa ham bo'laveradi, lekin misol yo'lak jicha kengroq bo'lsa, dehqon odamlar ham yemni buvani tashib yurmaydi-da. To'g'ri. Mana meylarga baramcha yemni bir qator terib qo'ysa, xotirjam turaveradi. Misol bunda xayr qilib qo'ysa, qo'yam o'tib ketmaydi, tovuq ham o'tmaydi. Yo'lak jicha keng qilaverishga 1,5 metr, 1 metrdan qochmash kerak-da. 1,5 metr, 1 metrdan qochmash. Jicha joydan qizg'anmay, nima deydi? Umrvotlik bo'ladigan narsaga ozgina mehnatingizni sarfladingizmi, oxirigacha tindirib qilaverish kerak. Nimaki buni bu yil qurib turib ertaga bu zamonda boshqatdan quraman deydigan oson ish emas. Bunchalik qilib olishni o'zi bo'lmaydi akalar. To'g'risi. Like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar, videoni ko'ryapti turgan bo'lsangiz, mana shu do'stimiz ham ma'lumotlar beryapti, chiroyli qilib. Shuni orqasidan mana daromadlar yaxshimi? Qo'ydi orqasidan? Yaxshi, daromadlar zo'r. Hamma yo'q zo'r. Hamma yo'q yaxshi. Kam bo'lganimiz yo'q-ku. Chorvani orqasidan bo'lib kelyapti. Qo'yda baraka. To'g'risiga biz ham o'zimiz molg'am jey qildik endi. Qo'yda baraka, xudo xolasa endi ashalagan qo'ylarni jeylaymiz. Xudo xolasa. Molda bunchalik qo'yda qilib bo'lmaydi, to'g'risi gapda. Endi bir xil mol ham boqadi, lekin bizga qo'y yaxshi. Qo'y yaxshi, effekti yaxshi qo'ydi. 2-3 oy boqsangiz ham normalni qo'yda qolaveradi-da. Qo'yda qolaveradi. Bekarchi odam bo'lsa, yemlarni olib, qo'yni yaxshisini olib, qo'yni ham olishga e'tibor berish kerak. Qo'y ekanda olib ketolmay, tishiga qarash kerak, sifatiga qarash kerak. Yoshiga. Yaxshi iloji boricha qirg'izniki ham tashlash kerak. Qirg'izni qo'yi, zo'r o'zgaradi, o'sib beradi ham, lekin Qashqadaryoni qo'yi ham zo'r semiradi. Go'sht yo'nalishiga Qashqadaryo. Go'sht yo'nalishiga bo'lsa Qashqadaryoni olganga ham yetmaydi. To'g'ri. Hali qirg'iznikini zotga olsa yaxshi. Seleksiya chiqargani yaxshi. Bilan qirg'izni qo'yi 1,5-2 farqi bor. Misol hozir tashlasangiz 5 oyda tayyor bo'ladi qirg'izni qo'y, 5-6 oyda. Qashqadaryoga 4 oyda tayyor bo'ladi. 4 oyda xotirjam niq bo'lib qoladi. Go'sht yo'nalishiga effekti yaxshi. Yemlarni ham arzonlashtirish uchun qaynatib berish kerak baramjon. Xo'sh, arpa, bug'doy, makkani qaynatib berilsa baramja ham ancha odam ko'payadi ham. Hali rasxotingiz kamayib boradi. Quruq bergandan o'sha ham yaxshi. Quruq bersangiz baramja 6 oy tayyor bo'ladi. Qaynatib bersangiz 4 oy tayyor bo'ladi, 2 oy yutasiz. Misol yemdan ham yutiladi. 20 ta qo'yib baksangiz baramja, misol 4 oyda hech yo'q bo'lmadi deganda bir 6 million, 5 million yutasiz-da. To'g'ri. 6 million, 5 million yutasiz. O'yiga 3 milliondan yutagansiz akalar. O'shaga ham e'tibor berib qo'yinglar. Shularga buni vaqtim bo'lmayapti deb mana tagidan qiy chiqadi. Unga sarf qilmaysiz. Tagidan qayda shuni ilashtirib qo'ysangiz, tursa pishadi. Bunday mana qiydan bir 5 ta 6 ta bilan. Mana shuni o'zi bahorga chiqib ko'chiradigan bo'lib qolgan bo'lsa kerak o'zi bu. Bahorga chiqib ko'chiramiz bu yerda. Mana akalar, haqiqiy o'zidan bular ko'chirib birata dalaga olib tashlab beramiz baramjon. To'g'ri. Misol kerakligini olamiz, bir marta olamiz baramjon. Bir marta olsa o'z bayda adat yo'q chiqadi-da. Baydan, xo'sh, baydan bo'lib bir kamas chiqadi. Bir kamas? Bir kamas, oxirida mashinaga bir kamas. Mancha cho'p ketadi-da baramjon. Bir kamas chiqadi. Birinchisini olamiz, ikkinchisini fermerlarga berib yuboramiz. Dalasiga qo'yib yuboramiz. Mana akalar, hamma tomonlama effekti yaxshi. Qo'yda baribir baraka bor akalar. Ko'rib turibsizlar. Eshigi ham 2 metrdan oshiq ekan, 2 metrmi? 2 metrdan oshiq eshigi. Mashina kirib chiqavergan ekan. Bemalol kiradi, qo'yadi. Haqiqiy zo'r bo'lgan ekan. Hop, Diyorbek. Bu videoga oladigan joy-a bu? Video oladigan joy baramjon. Mana ham qolsa, mana ham bir keyinchalik ikki xona, bir xona uy qurib, kichikroq oyvoncha qilib shogirdlarga uyqu beramiz bayga. To'g'ri, hali keldi-ketdi odamlarga ham, kattaroq mehmonlar ham keladi-yu, odamlar uzoqdan, qoladigan qilib sharoitlardan qilib beramiz bayga. Hamma joy sharoitlar bo'ladi. Bayga keladigan bo'lsa, baramjon mana bay. Video oladigan joyim, syomka oladigan joy. Necha metr uzunligi Diyorbek? Bir uzunligimi? 15 metr bor ekan bu ham. 15 metrdan oshiqroq baramjon bu. Mana 17 metr chiqsa kerak baramjon. 17 metr. Eniga 5 metrdan ham oshiq, 5 metr. Eniga 5 metr baramjon. Eniga 5 metr ekan. Tashkilotga uyilgan mana yağmur yog'sa suvlar chiqib ketadi mana bunday qiladi baramjon. Haqiqiy zamonaviy qo'yxonani siz endi qo'yni oldi sotish bilan shug'ullanasiz, o'shanga joy qilingan. Obязательно. Bo'lmasa bo'lmaydi, misol qo'rani ichida bir xil qo'ylar ko'rinmaydi. Menga olib chiqib ko'rsak,
oyoq qo'llari. Ko'chada qochib ketib qolishi mumkin. Mana edi hammalari. Yeb ichishni, xotirjam yurganda ko'rib oladi. Haqiqiy sharoit zo'r bo'lgan ekan-a. Ha, sharoit baxil qindirib qo'yganmiz. Mana. Xo'p, endi Diyorbek qo'ldan kelganicha hamma ma'lumotni aytib o'tdik degan umiddaman. Xolasa hammasi bo'ldi, xolos. Seni kompyuterni kommentar yozishaveradi. Savol, taklif bo'lsa kommentariya yozishadi. Fikr almashasiz. Qanaqadir sizni kamchiliklaringiz bo'lsa, siz o'rganasiz. Ular kamchilik bo'lsa, ular o'zlari. Shunaqa bejol yozishaveradi, Ramzan. Mana, xolosa sizga ham Alloh chorvangizga baraka bersin. Mana shu videoni ko'ryapti turgan aka-ukalarimizga tilab qolamiz shunaqa o'roqlarni. Xolasa Nasib qilsin. chorvasiga baraka bersin. Mana akalar. Xolosa arzon qo'ylar olib kelsangiz chaqirasiz, video syomka qilib chiqaramiz xolosa. Qo'ylar tugadi, shu bir 6-7 ta qo'ylar qoldi. Endi hozir yangi partiya 2 kunda keladi, qo'yamiz xolosa. Bo'ldi. Mana shu kanalni kuzatib borasizlar akalar. Xolosa video syomkalarimizni yakunlaymiz. Ozgina bo'lsa ham sizlarga ma'lumot ulashgan bo'lsak, biz bundan xursandmiz akalar. O'tgan safar o'zim gapirib berdim. Mana bugun do'stimiz o'zlari chiqib, chiroyli qilib gapirib, hamma ma'lumotni yetkazib o'tdilar. Nima deymiz akalar? Hammaga nasib qilsa mana qo'ylarda qo'y baqish. Qo'chqor baqasimi, sovliq baqasimi nima baqsangiz ham, akalar, baraka bor qo'yda. Chiroyli qilib vaqinglar, mana shunaqa qo'roqlar qurib, o'zlaringda fikrlaring bilan qursalaring ham bo'laveradi. Mana bu qo'shimcha ma'lumot Diyorbek. Shunaqa bor. Bu qo'shimcha ma'lumot. Kamchisi bo'lsa, kommentar yozishaveradi. Kommentariyaga yozaverasizlar. Mana shu do'stimiz bilan hamjihatlikda xohlasa javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.